Qilish kerakmi ekan mana shu ishni? Akalar, ustalar. Aytdim-ku, o'zimizdan olib. Mana ichkarida suv. Mana suv. Ikkinchi xato. Dimoxod bilan orasida zazor bor. Ugar primoy ichkariga kirib ketyapti hozir. Mana buni yeching. Chalstika. Mana ikkita boltni yeching. Bitta ustanovщикka insonga olib kelayotgan zarari bu. Mana ahvol. Mana ahvol. Mana. Qar. Mana. Qanday yoqib turing. Mana suv chiqyapti. Mana klapanning ichidagi suv. Qilish kerakmi ekan mana shu ishni? Akalar, ustalar. Kim o'rgatgan sizlarga mana shunaqa sistemani? Kim o'rgatgan?